Mamlakatimizda har bir iste'molchi huquqi chin ma'noda qonun himoyasida. 2024-yil davomida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi idoralariga 898 ta murojaatlar kelib tushdi. Murojaatlarni tegishli tartibda o'rganib chiqilishi natijalariga ko'ra 1,783,121,122 so'm mablag'lar iste'molchilar foydasiga qayta hisob qilib berildi. Shundan 241,139,146 so'mi sud idoralariga kiritilgan da'vo arizalari bo'yicha iste'molchilar foydasiga undirilgan moddiy va ma'naviy zararlardir. 15 mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuniga bag'ishlab o'tkazilgan tadbir ana shu ma'lumotlar bilan boshlandi. Unda sohaga daxldor tashkilot va muassasalar vakillari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mana iste'mol madaniyatini rivojlantirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni juda ham beqiyos. Biz bu jamiyat bilan doimiy hamkorlik qilib kelamiz. Aholini shu iste'mol madaniyatini yuksaltirish bo'yicha shu maqolalar, teleko'rsatuvlar, shu axborot chiqishlarini olib borayotgan jurnalistlar bugun jamiyat tomonidan shu e'tirof etilib, bayram munosabati bilan bir munosib taqdirlandi. Albatta bu e'tibor ham shu biz jurnalistlarga juda katta bir motivatsiya beradi. Kelgusida mana shu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bilan hamkorligimiz yanada kuchayadi. Tadbirda so'z olgan mutasaddilar aholining keng qatlamlari o'rtasida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunchilik targ'ibotini olib borish, iste'molchilarning huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish borasida olib borilayotgan ishlar xususida to'xtalib o'tdilar. Biz iste'molchilar huquqini himoya qilish bo'yicha o'tgan 2024-yilda 1700 dan oshiq murojaatlar ko'rib chiqdik. Ushbu murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida 50 milliarddan oshiq pul mablag'lari iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilinishiga erishilgan. Hozirgi bo'lib o'tgan tadbirda bu ko'rsatkichlar ta'kidlab o'tildi va kelgusida qilinadigan ishlar belgilab olindi. Shuningdek, hududiy birlashmaning hamkor tashkilotlari vakillarining mazkur masala yuzasidan fikr-mulohazalari hamda taklif va tavsiyalari eshitildi. Bir guruh hamkor tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari Federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi tomonidan faxriy yorliq va sovg'alar bilan taqdirlandilar.